Eng tez Mercedeslar top 5 taligi. 5-o'rin Mercedes-Benz CLS 63 AMG. To'g'ri, banan motori 5.5 litrlik biturbo, ot kuchi 585 ta, 0 dan 100 gacha 3.7 sekund. 4-o'rin Mercedes-Benz W213 E63S AMG. Motori 4 litr, 612 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 3.4 sekund. 3-o'rin Mercedes-Benz W223 S63 E-Performance AMG. Motori 4 litrlik gibrid motor, to'liq quvvati 802 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 3.3 sekund. 2-o'rin Mercedes-Benz GT63 S E-Performance AMG. Ha, o'sha mashhur litiumni yoqib yuborib hype qilgan, qolganlar buni ko'rib kayf qilgan Akula. Lekin bunisi gibrid, 4 litrlik gibrid motor, to'liq quvvati 843 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 2.9 sekund. Va nihoyat 1-o'rin Mercedes-Benz AMG One. Motori 1.6 litr, gibridlashtirilgan holatda umumiy quvvati 1063 ta ot kuchi. Ushbu avtomobil 0 dan 100 gacha 2.9 sekundda chiqadi. Hozircha ushbu avtomobil Nürburgring trassasini eng tez bosib o'tgan avtomobil hisoblanadi. Ushbu videoni Mercedes-Benz fanatlariga jo'natib qo'yamiz.